Assalomu alaykum obunachilar. Bizda sezon kelgani ya. Mana bunaqa hab keldi. Ham bu tepadan kiriladi. Hab. Ko'pchilik bilmas ekan, hozir tushuntirib o'taman. Bizga habga kirildi. Bu habga kirganda nima qilish kerak? Tushunmagan. To'g'ridagi pingvinning oldiga borib, gapirish chiqqanda mana shu qayerni tepasida tozalash degan chiqadi. O'sha tozalashni bosib, pingvin tozalanadi. Xo'p, pingvin tozalangandan so'ng yo'ldan chiqqanimizda zaraf bo'ladi. Xo'sh, mana Arktika sarguzashtlari va pingvin oshnadigan joyga mana Xubda pingvinni tozalashga jami 3 marta yordam berilgan. O'shani 3 kun davomida bir martadan qilib chiqasizlar va 3 marta va 20 ochko egasiga aylanasizlar. Manda bo'lgan uchun bo'lmaydi.